Bugun suyuq ovqat qilgan bo'lsangiz, yoniga hadeb somsa tayyorlamasdan osongina noodatiy retseptlarni ham tayyorlab turing. Bitta yurechani qizartirib qo'ysangiz, retseptni boshlaymiz. Bu retseptni noodatiyligi aynan shu savatchasida. Ham shohona, ham oson. Xuddi shu tariqa chetlarini kesib, tuxum surib, yopishtirib korzinkaga yasab olamiz. Osongina savatchamiz ham tayyor. Nachinkasi albatta xohishga ko'ra. Men qo'ziqorinli qilishni xohladim. Xohlamasanglar qo'ziqorin solmasangiz ham bo'ladi. Yana ham mazali bo'lish uchun ozgina sariyog kuyib ketmasligi uchun ozgina yog'. Yaxshilab qizdirib, piyozni solib, qizil qilib qovurib, to'q qiymani solib, ozgina qovurib, xohishga ko'ra ziravorlarni solib, yaxshilab qovurib, ozgina suv solib, 5 daqiqaga past olovga dimlab qo'yasizlar. 5 daqiqadan keyin qo'ziqorinni qovurishni boshlaymiz. Qo'ziqorindan xuddi shunaqa suv chiqadi. Ana shu suvi butkul yo'q bo'lgunicha past olovda qovurishda davom etasizlar. Bu jarayonga kamida 7 daqiqa ketadi. Oxirida 200 gram slivka, 50 gram sir. 1 daqiqadan keyin tegini o'chirasizlar. Nachinkalarimizni savatchalarga solib, ustidan yaxshi eriydigan sirni qo'yib, oldindan qizitilgan 180 gradusli duxovkada 20 daqiqaga qo'yib pishirib olasizlar. Yurechani qizartirishga ulgurgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, bitta komment ham yozib keting, yana ham xursand bo'lardim.